Niyatingizga yetdingiz-a, kelinoyi, niyatingizga yetdingiz. Turmush qurib, farzandlaringiz bilan, eringiz bilan baxtli yashayotgan paytingizda kimlarnidir gapiga kirib ajrashdingiz. Boladan qurol sifatida foydalanib, eringizni alimentga berdingiz. O'zi eringizni hayot itarayotgani yetmagandek, ikkinchi tarafdan endi itarishni boshladingiz-a. Niyatingizni qarang, zo'rligini kelinoyi. Niyatingizni. Xo'p, aliment olyapsiz, lekin o'sha aliment puliga bolangizga biror nima beryapsizmi yoki qornini to'qlab qo'yyapsizmi? Yo'q. Eshitdim. O'sha aliment pulini o'ynashlaringizga olib chiqib beryapsiz ekan. To'g'rimi? Ha, siz buni inkor qila olmaysiz. Bu narsa to'g'ri, chunki shu yashashingizda davom eting. Bolangiz 18 ga kiradi. Bolangiz uylanadi. O'sha paytda keliningizdan qaytganda ko'ramiz nima bo'lishini. Kelinoyi, o'zingizni ehtiyot qiling.